Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Uyghur kishilik huquq qurilishi Angliya hukumatiga Savdo ministri Douglasning 2025-yili 4-oydagi Xitoy safarida Uyghur majburiy amkiga chetishlik qit'alar aro mehmonsaroy gruppasi bilan ko'rishganligini oydinlashtirishni va buni tekshirishni talab qildi. Douglasning bu uchrashishi Uyghur kishilik huquq qurilishining qit'alar aro mehmonsaroy guruhining Sharq Turkistondagi Uyghur majburiy amkiga chetishlik dokladini e'lon qilishdan bir necha kun burun elib berilgan. Uyghur kishilik huquq qurilishi Angliya hukumatini bu uchrashishdan ilgari bu haqda har qanday axloq yoki jazoga mos keladigan bir baholashning elib berilmaganligini, qit'alar aro mehmonsaroy guruhining rayondagi faoliyatini jiddiy tekshirishni, Angliya parlamentining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi turish jinoyatini e'tirof qilganligini ko'z tutib, Angliya shirkatlarining Sharq Turkistondagi savdo faoliyatlaridan chekinish kerakligini talab qilgan. Guydu Fawkesning Angliya savdo va savdo ministrligiga uchurga erish erkinlik asosida qilgan iltimos bilan erishgan uchurga asosan minister Douglas Alexander qit'alar aro mehmonsaroy guruhining Yarshar tijorat raisi Lu Haiqing bilan Xaykoda o'tkazilgan yig'inda ko'rishganligi o'tirg'i chiqqan edi. Bu yil 4-oyning 13-kuni minister Alexander Xaynan o'lkasining partiya sekretari Feng Fei, muavin vali Gugang, Xayko shahar boshlig'i Deng Hui va tashqi savdo sayohat va xalqaro iqtisodiy taraqqiyot qatorliq asosli turlarga mas'ul o'lka darajalik bo'lim boshliqlari bilan Angliya savdo vakillari, Angliya Janubiy Xitoy savdo uyushmasi va Xitoy Angliya savdo kengashi va Amerikaning jazolash tizimiga kirgizilgan qit'alar aro mehmonsaroy guruhining Yarshar tijorat raisi Lu Haiqing bilan ayrim ko'rishgan. Bu xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Dokladda ko'rsatilishicha, qit'alar aro mehmonsaroy guruhi Sharq Turkistonda qurilish ilib berayotgan bo'lib, 2025-yili 9 va 2026-yili 7 mehmonxona ochishni planlagan. Bu plan ichida Qashqar, G'uljida Amiral kemasi markasi bor. Mazkur dokladda ko'rsatilishicha, qit'alar aro mehmonsaroy guruhining Holiday Express Urumchi va Holiday Express Qo'rg'osning Bangtan qarashliq va Piyini Bangtan kontrol qildiganligi o'tirg'i chiqqan bo'lib, Xitoyning Bangtani Amerika, Kanada hukumatlari va Yevropa parlamenti tomonidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishligi bilan jazolash tizimiga kirgizilgan edi. Minister Alexanderning uchrashishining oshkorlanishi bilan Angliya parlament a'zolaridan bir guruhi ishchilar partiyasining bosh ijroiy amaldoriga talab sungan. Qit'alar aro mehmonsaroy guruhining vatanimizda kengayishni jiddiy oydinlashtirishni talab qilgan edi. Navbatda bir qism parlament a'zolari Angliya parlamentining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi turish jinoyatini e'tirof qilganligiga asosan Angliyaning qit'alar aro mehmonsaroy guruhining tijoratini qaytadan baholashga chaqirib, rayonda davomli tijorat qilishning og'ir qonuniy va Angliyaning nufuzi xatar ilib kelganligi haqida ogohlantirgan. Uyghur kishilik huquq qurilishining dokladida bildirishicha, savdo ministrining bu uchrashish to'g'risidagi dastlabki dokladidan keyin parlament a'zosi Sir Ian Duncan Sims hukumat ministrining irqiy qirg'inchilikqa mas'ul Xitoy hukumat organi bilan hamkorlashayotgan shirkat bilan ko'rishishi hozir Xitoy hukumati tomonidan ziyonkashlik uchrayotgan Uyg'urlarga qilingan xiyonat va bir zarba degan. Uyghur kishilik huquq qurilishi tadqiqotchilarining yaqinda e'lon qilgan tashqi siyosat maqolasida o'ttirib qo'ygandek, hukumatlar cho'qim xo'rlanganlikdan foydalanadigan shirkatlarni u rayondan chaqirishi, buningga chetilgan davlat xodimlarini ayblashni cheklamaslik kerak. Davlatning ministrlari irqiy qirg'inchilikdan foydalangan deb ayblangan shirkatlar bilan oshkor holda jimjit ko'rishganda, Angliya hukumati Uyg'urlar bilan bir set tura olmaydi. Bular bu shirkatlarning irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan rayondagi mavjudligini ko'zdan qochirmaslik kerak deydi. Avstraliyada Bosh egmas Uyg'urlar nomli kitob nashr qilingan va marhum liderimiz Ahmadjon Qosimning nevrisi Nuriya Ahmadjon Qosimlar birlikda tahrirlikini qilib yozgan Bosh egmas Uyg'urlar degan kitob Avstraliyada nashr qilingan. Bu kitobni nashr qilish jarayoni haqida Avstraliya musulmonlar vaqti to'rbetida kitobning avtorlari va bu kitobni tayyorlashga qatnashgan yoshlarning ziyorat xotirasi e'lon qilingan.
Uyg'ur irqi qirg'inchiligi ba'zida nazardan saqit qilingan, lekin u necha 10 yildan beri va hozirma to'xtamasdan yuz berayotgan dahshatlik va qo'rqinchli reallik deb boshlangan bu ziyorat xotirasida Uyg'urlarni tanishtirib, qadimgi turk madaniyat meroslariga ega musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qilgan Uyg'ur xalqi Sharq Turkistondan kelgan, Xitoy tarafidan mustamlika qilingan, necha 10 yil davomlashgan sistemali qirg'inchilikda Xitoy hukumati tarafidan ularning madaniyati, dini va kimligi yo'qotish harakatiga uchirgan deb yozgan. Bu ziyorat xotirasida yana 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozir hech qanday gunohsiz jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Ularning madaniyatini, dinini erkin yashashi cheklangan. Lagerda hayot qolg'uvchilar qiynash, bosqinchilik, majburiy tug'maslik va Xitoy madaniyatini qabul qilishga zo'rlanmoqda. Hatto dokladlarda majburiy a'zolarni elib olishmi ko'rsatilgan. Xitoy hukumati Uyg'ur kimligini yo'q qilmoqchi bo'lganda, muhojiratlik Uyg'urlar o'zlarining meroslarini qo'g'daydigan ona til maktablari, madaniyati, muzika va o'zlarining hikoyalari orqali qaytarma zarba berdi. Bosh egmas Uyg'urlar degan bu kitob dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning kuchli rasmlari, maqollari va shaxsiy hikoyalari to'plangan bo'lib, ularning madaniyatini saqlab qolish va kollektiv kuchini namoyon qilishni maqsad qiladi deydi. Nuriya bu haqda biz Uyg'ur xalqi bo'lish sifatimiz bilan boshqalarga bizning kimligimizni aytishga odatlangan. Men bu kitobda mening xalqim haqida aytganlarimni, bilganlarim va bolaligim bilan moslashtirishga tirishdim. U yana kichik vaqtimda Sharq Turkistondagi oilamdagilarni ziyorat qilib, Urumchi ko'chalarida chorlayotgan soqchilarga hayron qolganim esimda. Men buni Beijingda ko'rib boqmagan. U yerdagi Xitoylar menga Uyg'urlarning isyonkor, zo'ravon kishilar ekanligini tasvirlashatdi. Menga har qanday Uyg'urning organ va jamiyatning qanchalik hurmatlishidan qat'iy nazar ishonchlik emasligini aytishatdi. Men to'liq o'tir maktabni bitirgan yili Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'urni xohlagancha tutib turganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Bu menga Uyg'urlar bilan duch keladigan masalaning bizning kimligimizga xos bir narsa ekanligini, bizning masalamizning aslida biz Uyg'ur millati bo'lganligimiz ekanligini bildirdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning salohiyatini jinoyatlashtirish orqali irqiy qirg'inchilikni oqlashga urindi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Uyg'ur xalqini qirg'in qilib yo'qotish orqali Xitoy ko'chmanlarini ishg'ol qilingan Sharq Turkistonga keng ko'lamli ko'chirishni osonlashtirdi. Vatanimiz hamisha tepilmagan boyliq va Xitoy ko'chmanlarini qabul qilishga tayyorlangan fursatning maydoni sifatida tasvirlanadi. Xitoy chet ellarda irqiy qirg'inchilikni inkor qiladi. Shundaqla Uyg'ur xalqini yolg'onchi deb tasvirlaydi. Obzorchilar bizni bir o'lchamlik vahshiylik jinoyatining qurboni deb tasvirlaydi. Siyosiyonlar bizni sistemlik yo'qotishga kirishgan bir davlat bilan iqtisodiy, diplomatik va harbiy munosabat o'rnatish yo'lidagi umidsiz to'salg'u deb qaraydi. Bu sababdan Uyg'urlarning haqiqiy hikoyasi orqali Uyg'ur xalqining bu fojiali qismatini dunyoga tanishtirishni maqsad qildik deb yozgan. İngliz tilida nashr qilingan bu kitobda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur yoshlari va faoliyatchilarining hikoyalari orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining mohiyati ichib berilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyidan bir hay'at navbatda Jenevada echilayotgan 59-cı navbatlik kishilik huquq kengashiga qatnashish va bu jarayonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosatini kun tartibga olib kelish uchun Jenevaga yetib kelgan. Bu qatimki kengash jarayonida Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin, qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultayning tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumratday Erkin, Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Qurultayning arab tili bayonotchisi va uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashidlardan tashkillangan hay'at 59-cı navbatlik kishilik huquq kengashi mezgilida BDTda yondosh yig'in chaqirish, axborot e'lon qilish va har qaysi davlatlarning BDTdagi elchilari bilan bevosita uchrashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga keltirish uchun bir yurish faoliyat olib bordik. Faaliyat jarayoniga tafsilotlarni bo'lsa, oldimiz kunlardagi programmalarda suhbat programmasi va maxsus xabarlar orqali ko'rurmanlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Hurmatli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.